Bugun meni onajonim bilan dadajonim xatna qilgan olib borishmoqchi. Undan oldin bo'lsa bozorga borib bitta beshiga berishmoqchi bo'lishdi menga. Chunki xatna qilingandan keyin yig'lab bularni qiynashim mumkin ekan. Shu sababdan birinchi bo'lib beshikni oldikda, keyin больницаga bordik. Avvaliga xatna nimaligini tushunmadim. Keyin bo'lsa doktor ishtonimni yechganda birdan tushunib qoldim. Doktoram boplab aytdi: "Men bu bolachani xatna qilgani hali qo'rqaman. Endi 10 kunlik bo'pti" dedi. Xursandligimdan ota-onam qiynamasdan yo'lda jam uxlab keldim. Uyga kelib turib bobojonim bilan rosa o'ynadik. Bu orada achajonim menga beshik tayyorladi. Qarasam onajonim yana telefon olgan ekan. Telefon qo'ysin deb boplab yig'laverdim. Mana o'sha beshigim ham tayyor. Endi bunga yotishim kerak. Qanaqa holatda yotishni bilmayman. Aytgancha meni 7 kunlikda kal qilishgan. Onajonim birdaniga meni yechintirishni boshladi. Beshikda yalang'och yotadimi, yo'qmi, buni ham tushunmadim. Bu yoqda bo'lsa mana eng kichkina ammajonim o'ynatib turdi. Bu jonim meni bulbulchamni og'rib qolmasin deb paxtalarda sumakka yaxshilab joylab. Keyin bo'lsa achajonim uzoqdan uzoq duo qilib, meni bismillah deb beshikka yotqizishdi. Yo'l-yo'lakay onajonim bilan dadajonim beshik yaxshi, tagi quruq yotadi, issiqqina yotadi, qorni to'q yotadi desa, ha, beshik zo'r narsa ekan deb o'yladim. Aslida meni qamoqxonaga qo'yib qo'yganda hamma yo'qni qattiq chirmab baylab qo'yish. Keyin bo'lsa beshik tervatishgan ekan, bilmayman qanaqa qilib tez uxlab qoldim. Beshikda shu daraja tez uxlab qoladimi bola-ya? Lekin 1 soat deganda turib oldim. Chunki qornim ochib ketadi.